Amerikadagi ko'chmanlar to'g'risida qisqa ma'lumot. Amerikadagi grajdanlarni asosan 4 xilga bo'lindi. Lawful permanent residents. Bu deganimiz qonuniy jihatdan mangulik turishliq salohiyatga ega bo'lganlar. Lawful permanent residents. Yoki green card holder deydi, yeşil card oluvchilar. Undan qalsa naturallashtirilgan grajdanlar deganlar. Bularni US naturalization deydi. Bular shu Amerikaning Kongressininki chiqargan qarori bo'yicha chet elliklarga berilgan grajdanlar. Bularni naturallashtirilgan grajdanlar deb ataladi. Undan qalsa refugee bilan panohlanuvchilar. Bular siyosiy jihatdan yoki boshqa urush yoki boshqa cho'ng ishlar tufaylidan o'z tug'ilgan davlatga qaytamaganlar. Ularni refugee deb ataldi. Bular endi siyosiy panoh qilguvchilarmi mushlar qatoriga kirdi. And then immigration enforcement actions deydi. Bu ko'chmanlarga nisbatan berilgan qonuniy tadbirlar. Bu Department of Homeland Security'dan shu Amerikada kelib qolganlarni yoki shu o'g'irlikcha qochib kirganlarni bir taraf qilgan tadbirlar. Amerikadagi ko'chmanlar nüfus o'sish ahvoli. Qandoq deganda 1880-yildan boshlab ta 2017-yilgacha bo'lgan ma'lumotni jadval orqali ko'rsatib turibdi. Buningda o'zinglar ko'rgandek Amerikadagi ko'chmanlarning persenti tarixdan tortib hozirgacha 15%dan o'smagan. Ammo seriq siziq shuni ifodalaydi. O 15% bu 1885-yilda bo'laymi shu vaqtlarda. Undan keyin 1890-yillarda yana bir qator 15% yetibdi. 1910-yillar yana 15% yetgan. Lekin shundan boshlab tushgan. Demak, tarixdan tortib hozirgacha Amerikadagi ko'chmanlarning persenti 15% eshib ketmagan. Endi 2019-yilga qilgan bo'lsak, hozir 14% ga yaqinlashib qoldi. Bu hozirdan boshlab balkim bu persentni hukumat bir tadbirlarni qo'llab tushirish ehtimoli nihoyat cho'ng. Endi hozirgi Amerikadagi ko'chmanlarning nüfus ahvolini qaraydigan bo'lsak, jami 45 million chet elda tug'ilgan grajdanlar bor Amerikada. Shu vaqtda bu Amerikadagi 2007-yildagi son bo'yicha aytgan chog'da Amerikadagi 325,5 million fuqaroninki 14% deganlaydi mana ma'lum. Ma'lumot ko'rib turibdi. Ko'chmanlarning ichida Mexikanlarning soni eng jiq, ular 11 million bo'lib 25% egallaydi. Undan qolsa indiyaliklar bilan Xitoylar, ular o'z oldiga 6% egallaydi. Soni 2 million 700 ming atrofida. 3-o'rinda turganlar Filippinlar, ular 5% egallab 2 million 250 ming atrofida. 4-o'rindagi El Salvador, Vietnam, Kuba bilan Dominikan
Republik'ten kelgenler ular cemi 3%'ni yerleydiken 1.350.000 etrafında. 5. orunda Cenubi Koreya bilen Guatemala ular tahminen 900.000 etrafında 2% deganlar. Abi Uyg'urlarning Amerikadagi umum soni mening mo'ljalishimcha 5.000 etrafında. Belki bu Amerika'daki barlıq köçmenler grupsunun içindeki en az sanını egalleydigan bir millet bo'lish ehtimoli bor. Ming 18-yilda panolik berilgan kishilarning soni eng ko'p bo'lgan 10 davlatlar tuvandikicha. Demokratik Kongoga 7883 kişiye panalık salayeti verilgen. Ondan kalsa Myanmar'dan kelgenler 3500 etrafında. 3. orundaki Ukrayna'nın 2600 etrafında. Ondan kalsa Bhutan, Eritrea, Afganistan, El Salvador, Pakistan, Rusya, Etiyopya muşu devletler. Yani Etiyopya'daki panatılıkçılarga 376'sını tasdiqlagan. Hamda Uyg'urlarga şu 2018-yili şu panalıkni berilgen kişilerin sani belki 200'den az buluş mümkün. Şimdi şu 2018-yili kanundan şu mengülük turuşluk rezidensiye berilgen sanlar meydima cedvel görünüp duruptu. USCIS yani şu US Citizens and US Citizenship and Immigration Service'den 640.000 kişiye yeşil kağıdı bergen. US State Department, ştatlık departmentinden qo'shimcha 530.000 kişiye viz bergen. Bular endi chet elde turuplu şu yeşil kağıdıga erişkenler. Şimdi cemi sani 1.173.000. Bu 2018-yilki san. 2017-yili 1.127.000. 2016-yili 1.183.000. Şunda qilib şu 1998-yildan 2018-yilga degi bo'lgan berilgan sanlarning taxminini oldigan bo'lsak 1 million atrofida bo'ldi. Bu san mencha ko'payib ketmaydi. Demak, har yili Amerika bu sanni cheklab turdi. 1 millionni eshib ketdi. Bundan keyin shuni san tushishi mumkin, lekin yana 1 million atrofida turdi deb qarashga bo'ladi. Bu yerda Amerikaga kirish uchun yana bir shu green card lottery degan narsa bor. Endi bu shu xuddi qimor o'ynaganda pul tutqanga o'xshashli bir ish. Bu yerda sonni bir so'zlab o'tay. 2017-yili butun dunyo bo'yicha 22 million kishi shu Amerikaning lottery vizasiga iltimos qilgan. Uning ichidan 50.000 tasdiqlanibdi. Demak, 10.000 iltimos qiluvchining ichida around 23 tali chiqib shu green cardni, yeşil cardni lottery orqali oldi. Bir 1998-yildan boshlab panalash salohiyatiga
erişken kişilerin sani hem devletler boyunca taksim attı. Bunun da ikkinchi qur qaraydigan bo'lsak 2017-yili 26562 ga 2 kishiga panohlik salohiyati bergan. 2016-yili 20340 ming, 2015-yili 26 ming 11 nafar kishiga shu panohlik bergan. Şu bu sanlarni diqqat qiladigan bo'lsak, mana 1998-yildan tortib shu bu yil 20 yil ichida berilgan sonlarning farqlari ancha cho'ng emas. Ya'ni 1998-yil 20.500 kishiga bergan bo'lsa, bu yil 2017-yili 2600 568 yani bu yerda shu 6000 deb kishining farqi bor. 20 yilda bu son o'zgargani yo'q, lekin shu davlatlar o'zgardi bu yerda. Masalan, u endi shu iltimos qiluvchi davlatga bo'lgan shu siyosiy ahvollarga qarab bu sonlar o'zgardi. Ba'zida Mexikolarga ko'p berildi, ba'zi vaqtlarda Koreyaga, bu tarixlarda o'tgan ishlar. Endi 2017-yilgi ahvolga qaraydigan bo'lsak, Xitoydan kelgan panohlikchilarga berilgan son ancha. Jami 2748 nafar kishiga panohlik bergan. Undan qolsa El Salvador, Guatemala, Honduras degan davlatlardan bularni 1000 dan oshganlar. 1000 atrofidagilar. Qolgan davlatlar bo'lsa shu 500 dan 550 eng ko'p 558 nafar bo'lib, endi ba'zi davlatlarga hatto 1 dan berganlar bor. Shu bo'yicha qolganda bu sondan xabardor bo'lib qolaylik. Endi Uyg'urlarning ichidagi panohlikchilarni balkim shu 2748 soniga kirdi. Chunki Uyg'urlar hozirda endi Amerika hukumati ayrim bir davlat deb e'tirof qilmagandan keyin shu sonning ichiga kirgizdi deb qarayman. Lekin Uyg'urlarga alayda ko'ngil bo'ldi. Buni deb o'tmasak bo'lmaydi. Endi Uyg'urlarga berilgan son nisbiy jihatni aytgan chog'da yuqori xeyli. Abay deb o'tdim 200 tasdiqlagan bo'lsa, u xeyli cho'ng persentni egallaydi. 2746 kishiniki nisbatan aytganda. Endi mana bir tanishtirib o'tay deb o'yladim. Amerika kirish uchun har xil vizalar bor. Bu vizalarning turlari bu yerdagidan jiq, ammo tanlab bir qancha bizga muhim bo'lganlarni tanishtirib o'taman. A viza endi shu tashqi davlatlarningki diplomatlarga berilgan A viza deymiz. Undan qolsa B1 ya'ni B1 tipdagi viza u endi asosan shu tijorat qiluvchilarga berilgan bo'ldi. Endi B2 deganimiz bu yerda kasallik sababi bilan Amerikaga davolashga kelganlar. Endi turistlar bular bu vizalar odat qisqa bo'ldi degan 3 oy, 6 oy yoki 1 yil bo'ldi. Shu jarayonda jazman qaytish kerak. Uyg'urlarning ichida F1, F1 tipdagi vizani ko'proq bo'ladi. Bu endi shu maktablarga, til o'qiydigan maktablar yoki akademik jihatdan shu universitetlarga yoki graduate schoollarga kirganlarga berilgan viza F1 deydi. F1 tipdagi viza. F2 tipdagi viza shu F1 viza olganlarningki oila tavoblari shular qarta, mesela ayolları, balcaqları olsa, ularga berilgani endi F2 tipdagi viza deymiz.
Ama H1B viza yani bir viza var. Bu viza asasen şu Amerika alayda töhbet qoşalaydigan kişilerge berilgan viza. Bu nayet az sanda berildi. Hem de bu lekin cezmen şu iqtidarlık pen texnik olamdı her xil sahada Amerikaga töhbet qoşalaydiganlarga berilgan viza. C degenden almashtirish visitor deydi bu hem de şu xalqaradagi koltor almashtirish programlarda berilgan viza C deydi. C tipdagi viza. C1 tipdagi viza bu hem de şu professorlar, olimlar, lekin o'qituvchilar va shunga o'xshash almashtirish nima ziyorat qiluvchilar bu C deymiz hamda odat Amerikaga visiting scholar deymiz. Men masalan C1 bilan kelgan shu visiting scholar degan nom bilan kelgan C degan viza. C2 degani endi shu C1 viza oluvchilarninki 25 yoshdan tuvan baljoqlari ayollarga yoki yo'ldishga berilgan viza C2 bo'ldi. K1 tipdagi viza yana bir viza bor. Bu endi fiancé deganimiz endi to'y qilish oldida turganlar. Bularga berilgan viza. Amerika grajdani chetga chiqib, agar birasini yoqtirib berib shuning bilan uylanmoqchi bo'lgan bo'lsa, unga K1 tipdagi vizani iltimos qilsa bo'ldi. Ama Q degan yana bir tipdagi viza bor. Uningki toza aniqlamasini toza bilmayman, lekin bumi shu xalqarodagi madaniy almashtirishlarga qarta berilgan bir viza. Masalan, yig'inlarga, xalqaro yig'inlar bo'lsa Q degan vizani iltimos qilsa bo'ldi. Oxirgi ikki slaydida shu Amerikaninki umumyuzlik iqtisod ahvolini bir qur tunishtirib o'tay deb o'yladim. Bu yana shu 2017-yildagi sonliq ma'lumot. Buningda Amerikadagi median oylik kirimi, yani o'ttira oylik kirimi demdik 57.652 ming dollar. Bu endi 2009-yildagi 51.425 ga selishtirganda 6.000 dollardan ortiqroq kirim qo'shilgan degan gap. Demak, Amerikaning iqtisodi ko'tarildi degan mishat ko'rinib turibdi. Amerikada endi Amerikaninki shu oylik kirim bo'yicha Amerikaliklarni 3 turga bo'lalaydi endi. Birisi tuvan kirimdikilar, 40 mingdan tuvan kirimdikilar qutqazish salohiyati bor deganlar bo'ldi. Bu yerda agar oylik yillik kirimi 50 mingdan 75 minggacha bo'lgan bo'lsa, bu Amerikadagi eng ko'p sonni egallaydigan bir kohort deydi, shu bir bo'lakcha. Bular 17.7% egallaydi. Undan 35 mingdan 49 ming, yani 50 minggacha oylik kirim borlar Amerika aholisininki 13% egallaydi. Endi 14%larninki oylik kirimi 100 mingdan 150 ming atrofida. Bu Amerikaning umumyuzlik ahvoli. Meyada Amerika xaritasida qora ko'kda ko'rilgan qora ko'k rangda ko'rsatilgan rayonlarning endi nimasi maosh oyli kirimi 75 mingdan 80 ming atrofida bo'ldi. Meyada Maryland, biz turayotgan shtat, New Jersey, Alaska degan shu bir qancha shtatlarga kiradi. Bu kirimi biroz yuqori shtatlar. Undan qolsa 70 mingdan 75 ming dollar kirimliklar bular. Masalan, New York deymiz, New York atrofidagi maosh bir qancha shtat, Kaliforniya,
Yani Kaliforniya mesela tövenlik okşaydı. Kaliforniyanın kirmedi. Kaliforniyanın ki hem 65 mingdan 70 mingi bo'ldi ki ma Kaliforniya ma Seattle taraf andiki Amerika mandaq ma ko'p shtatlar. Ma rangninki ma ko'k rangning susish qarab turmush saviyasini tövenlashib boshlaydi. Mana ma yerda ma o seriq rayonlarni qaraydigan bo'lsak, bu rayonlarda aylık kirimi mana 45 mingdan 50 minggacha. Ma oq rayonlar eng kambag'al shtatlar bo'ldi. Oq nimalar. Ma bu hamdalik nima West Virginia. Ma yerlar bu rayon Louisiana taraflar. Bu yerninki ham shu 40 mingdan tuvan. Bu naytda kambag'al shtat deb hisoblanadi. Mana ma'ra shtatlar. Umuman shu ko'rib chiqsanglar bo'ldi. En axirgi slaydda shu bir Amerikadagi ham shu kambag'allarning soni xili bor. Buni deb o'tmasak bo'lmaydi. Amerika hamda nurg'un kishilar boy davlat deb qaraydi, lekin kambag'allarning soni xili cho'ng. Buni deb o'taydi. Masalan 2017-yili Amerikada 40 million atrofidagi oilalarning kishilarninki turmush saviyasi tuvan qatlamda, ya'ni qutqarishga ehtiyoj klassga kirdi. 74 milyon Amerikaliklar medikal yordamga ehtiyoj yashaydi. Demak, kasal bo'lib qolsa, doktorxonada yetib qolsa, shu Medicaid deb bir pikalik bir program bor. Shu hukumatdan ularga shu bikağı davalaydı ular. Bular 74 milyon degan nayt cho'ng son bu. Amerika aholisininki 22% egallaydi degan. Demak, Amerikada bu kambag'allarmi xeli ko'p degan gap. Bizlar ayoli deb o'tdik, 40 milyon degan Amerika aholisining 12,13% egallaydi. Buni aytib bir ichinishli ahvolda. Bu Amerika xaritidan qizg'ish rayonlar ham shu kambag'al rayonlar. Bu rangning qizarganligi bu kambag'al darajasining ig'irlashganligi edi. Mesela Kaliforniyadagi bosh shtatni olgan chaqda rayonlari hamda kambag'al rayonlar deb hisoblanadi. Amerikaning janub tarafidagi mayallar, rayonlar, andiki Amerikaninki janubidagi nurg'un rayonlar bir kambag'al holatda. Boy rayonlar asosan nalaga deganda dengiz yoqasi deyman. Sharq dengiz yoqasi bilan g'arb dengiz yoqasi hamdaki Illinois taraflar, meyalarida bular boy rayonlar kirdi. Shu buningga diqqat qilaylik. Shuning bilan bugungi tanishib turishim mishada bo'lsin. Anglag'aninglarga rahmat.